Просто Rossiya это terrorizm. Rossiya, qarang, слышит qiyin. Bu o'zbeklarni yoqtirmaslik. Rossiya это terrorizm. Bizani o'zbeklarimiz o'zimizga qaytsa yaxshiroq bo'ladi. Va Rossiya terrorizm. Birinchi fakt. Это birinchi fakt. Это Rossiya terrorist. Ikkinchi fakt. Natsist. Uchinchi fakt. Terrorist. Va oxirgi to'rtinchi fakt. Это Rossiya mошенник. Boshlanish birinchi fakt bilan третий fakt одинаковый. Это Rossiya mошенник. Birinchi o'chirtda terrorist, ikkinchi o'chirtda va uchinchi o'chirtda mошенник. Rossiya terrorist, mошенник. Rossiya natsist. Rossiya mошенник, natsist. Rossiya mошенничество, нацизм. Это Rossiya natsizm va mошенникlar. Rossiya это birinchi terrorist, natsizm, терроризм. Вот это. Человек это нацизм. Это Россия нацизм. Терроризм. Вот это Россия. Вот это Россия говно. Вот терроризм. Нацизм, терроризм это был. Вот это Россия, это террористик Россия. Va natsizmlik, mошенничество. Birinchi faktni olaylik. Terrorizm. Ikkinchi fakti это mошенничество. Oxirgi uchinchi fakt. Это просто нацизм. Окончательно Rossiya с ума сойдет. Окончательно с ума сойдет bo'lgan. O'zbeklar, tojiklar, hamma qozoq davlatlari kerak emas u yoqqa yezdit. Это не надо. Это bizani mestamiz u yoqda emas.